Ixlos rayonidan kelgan hojilarimiz uchun, ya'ni birinchi tibbiy tez yordamni ko'rsatadigan akamiz bilan inshaalloh gaplashamiz. Ismlari Abdulloh aka. Aka, qanaqa xizmatlar bo'ladi sizda asosan? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizda kelgan hojilarimizni birinchi yordam bo'yicha bir mazasi qo'shib olish, bir dalina qon bosimi oshib qolishlari bo'lsa, yurak bezovtachiliklar bo'lsa, bir tanalarda og'riqlar, bo'g'irlarda og'riqlar, gripp yoki shamollashlar bo'lsa, hamma dori-darmonlarimiz, birinchi yordam uchun qo'l-dorilarimiz hammasi bor, yetarli yo'q bo'lsa, hammasi yaxshi bizda. Imkoniyatlar bor Inshaalloh. Hamma dori-darmonlar bor, hamma kerakli jihozlar bor inshaalloh. Birinchi yordamga hammasi bor bizda. Taqib qo'yganmiz hamma inshaalloh. Inshaalloh hojilarimiz qiynalmaydi. Inshaalloh. Hojilar norizo bo'lgani yo'q. Chunki hammasiga so'raganda sizni ko'rdim aka, xonama-xona yurib, ya'ni o'sha mabodo sizni xonangizga kira olmaydigan holat bo'lsa, xonalarga borib shunaqalarga borilyapti. O'zi yuradiganlar bo'lsa, xonamizga kelyapti, birinchi yordam ko'rsatyapmiz. Agar yurolmaydiganlar bo'lsa, biz xonama-xona yurib, hol-ahvol so'rab, kerakli yordamlarni inshaalloh ko'rsatyapmiz. Maşallah. Inshaalloh. Alloh razı olsun.